aslar işitkeysiz mukamimni bayan eyley Muqam nomi bilen kutlar Salamını bayan eyley Kıraktın başlayın elge mukamler Tehbul haydep Kıraktın başlayın elge mukamlar Tehbul haydep Pah, neme degan chiroyli qush bu. Sayrashlarmi shundoq yiqimliq. Anglasam, u texi odamlarga o'xshash gap qila oladi ekan. Agar bu qushning sayrashlaridan o'z xonamda o'ltirib huzurlansam, nima degan yaxshi bo'ladi, ha? Hey, bu qushni tutib, o'rniga opirib chiroyli bezalgan oltin qafasga solib, baxsam bu orzuyimni amalga oshmamdi. To'g'ri, shunda qilay. Eng yaxshisi men u qushni tutib, o'rniga ip ketay. Vah, bek yaxshi bo'ldi. Qush ulusiga kirib ketdi. Mana endi uni tutadigan payt keldi. Hey. 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 Ahır tutup aldım. Ahır tutup aldım. Hey, bu qushni tutib kelgili bir necha oy bo'ldi. Lekin bir haqiqatim ichilib sayrabmi qo'ymaydi-ku. Nima ishdi bu? Ey güzel qush, aytqinchi, men seni chiroyli sayrab beramikin deb oltin qafasga solab, yaxshi narsalarni berib biqivatsam, nimishqa har doim g'amkinli tursan? Buning sababi nima? Shahzoda oliyleri, qafasning eshigini ichib qo'ygan bo'lsalar, bu savollarga daraxtning shixi qo'nib turib javob bergan bo'lsam. Bo'ladi. Sen savolimga javob berib, chiroyli sayrab berdiganlar bo'lsang, sening deganingdek bo'lsin. Rahmat sizlarga, shahzoda oliyleri. Endi sayrab bergin bo'lamdi. Undaq anglab tursizlar, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. Xayr xo'sh, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. To'g'ri. Bu qish haqiqatanmi to'g'ri dedi. Kishining yurtida sulton bo'lguncha o'z yurtingda ulton bo'l degan mana shu-da. Men uni qafasga solab qo'yib to'g'ri qilmabdiman. Uning uchun erkinlikda muhim narsa bormi?